Assalomu alaykum hurmatli yangi qo'rg'onliklar. Yillar davomida peshona ter qilib, mehnat qilib, yig'ib terib uy olaman. Bolamga vatan olaman deb turganlar, bu video sizlar uchun obzor qilamiz. Yo'llarni tekislab, zasibga qilib, asfaltga tayyor qilib qo'yishgan. Mana shilaka blogida qo'rg'onlarni juda chiroyli qilib mahoratli ustalar qo'ldan chiqarib berishgan. Elektr tarmog'i yangi tarmoq kelgan, suvdan, gazdan muammo yo'q. 6 sotiklik hovli. Bu darvozadan kirganda chap tomondan ko'rinish, mana bu esa o'ng tomondan ko'rinish. Dokumentlari zo'r. Xohlagan vaqtingiz o'zingiz nomingizga olib berishaveradi. Bu esa uyimizning to'g'ridan ko'rinishi, pishgan g'ishtdan juda chiroyli qilib urib qo'yilgan. Hozir biz birinchi ayvonga kirib ketyapmiz. Ayvonlari ham juda chiroyli, puxta o'ylanib, fundamenti juda chiroyli quyilgan ekan. Birinchi ayvondan kirganingizda o'ng qo'lda 4 metrga 6 metrlik bu mehmonxonamiz bo'ladi. Ko'ryapsiz, tepa pastiga toza rossiyskiy yog'ochdan laga tashlab qo'yilgan. Bu esa birinchi ayvonimizdan chap qo'ldagi 4 metrga 6 metrlik mehmonxonamiz. Ko'ryapsiz, sifatli pishgan g'ishtdan urilgan. Birinchi ayvondan endi biz ikkinchi ayvonga o'tib ketyapmiz. Ikkinchi ayvonimizda hammom, yotoqxona, ko'hna va yotoqxona joylashgan. Bu ikkinchi ayvonimizning ko'rinishi. Bu ikkinchi ayvonimizda o'ng qo'lda birinchi yotoqxonamiz, 5 metrga 4 metrlik yotoqxona. Derazasi bor, quyosh tushib turadi, ko'ryapsiz. Bu esa hammomimiz, bu chap qo'lda joylashgan, derazasi bor, 3 metrga 2 metrlik, bunga ham quyosh tushib turadi. Bu esa hammomning yonidagi yotoqxona, 4 metrga 3 metrlik, buni ham derazasi bor, chap qo'lda joylashgan, ko'ryapsiz, quyosh tushib turadi. Bu esa ikkala yotoqxonaning o'rtasida joylashgan ko'hna, ya'ni oshxona, 5 metrga 4 metrlik, ko'ryapsiz, orqa eshiklari bor, derazalari bor. Bunga oftob tushmaydi, chunki muzdak turish kerak. Bu hovlimizning yon qismi, darvozadan kirganingizda o'ng qo'l, ko'ryapsiz, kengina, bemalol oshxona qilsangiz bo'ladi, hayvonlarga joy qilsangiz bo'ladi. Hozir biz hovlining orqa tomoniga o'tib ketyapmiz. Mana ko'rib turibsiz, hovlining orqa tomonida 3 metr chiroyli joy qolgan, chunki podvalga tushgan mana shu orqa tomondan, qolaversa chiroyli kravatlarni qo'yib, bola chaqangiz bilan bemalol muzdakini o'tirishingiz mumkin. Bu esa darvozaxonadan kirganda chap qo'ldagi devorimizning ko'rinishi, ko'ryapsiz, shlaka blogni yon tomoniga 20 ga urilgan, chunki darvozaxona ko'tariladi va navesni uyning oldigacha cho'zishingiz mumkin. Istarapil bo'ladi, yuk tushadi deb shuni hisobini olib baquvvatroq qilib qo'yilgan. Bu esa suvni uch-uchiga o'rnatib qo'yilgan tarmoq kelgan. Shunday bossangiz suv chiqadi. Uyimizning ko'rinishini ko'ryapsiz. Narxi kelishilgan holatda beriladi. Fundamenti juda chiroyli, chertovkaga qarab qilingan uy. Istirapilligi uchun istirapillik va reykalarni olib kelib qo'yilgan. Uyning narxidan alohida narxda kelishib qo'ysangiz, uy egalaridan arzonroq narxda olishingiz mumkin ekan. Sotuvdagi uyimizning manzili Yangiqo'rg'on tumani Sangiston qishlog'ida ekan. Eng muhimi, qo'ni-qo'shnilar juda yaxshi. Hovli olma, qo'shni ol degan o'zbegimizning ajoyib maqollari bor. Juda tinch va shabada joyda ekan. Suv, svit va eng muhimi gaz juda zo'r ekan.